Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi maktabda o'quvchilarga pulga 3D formatda qo'rqinchli film namoyish qilindi. Kun.uz'ning aniqlashicha, tumandagi maktablarda 12-aprel kuni planetariy keladi deb o'quvchilardan 25 ming so'mdan yig'ib olingan, ammo planetariy o'rniga bolalarga 3D formatda vahshiylikni targ'ib qiluvchi qo'rqinchli film qo'yib berilgan. Film namoyishi Hurmakon olami mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan tashkillashtirilgan. Bu firmani maktablarga Uchtepa tumani hokimi o'rinbosari Oybek Rahmonberdiyev tavsiya qilgan. Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi rahbari Nargizaxon To'rayeva esa hokim o'rinbosari xati asosida maktablarga topshiriq bergan. Eng qizig'i, hokim o'rinbosari tavsiya qilgan Hurmakon olami mas'uliyati cheklangan jamiyati tugatilgan. Kun.uz hududdagi maktablardan birining direktori bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, chipta pullarini firma vakili olib ketgan. Maktab ma'muriyati bu jarayonga aralashmagan.